turar ekan. Har yigitni yolg'iz do'sti ey faqat ota bo'lar ekan. Yiqilganda yonida u qanot bo'lib turar ekan. Bo'lar ekan. Dadalar o'z bolasiga yo'l ko'rsatib turar ekan. Duolarin olib qoling, bir kun armon bo'lar ekan. Amin. Allohim o'zi qo'llasin. Allohu akbar. Endi uyi sal kichkinaroq. Bundoq kirsa bundoq burila olmaydi. Dasturxonchani solib qo'ygansiz-da, dasturxonni. Mayli. Men bu kalkulyatorni qaranglar kichkinaligini. Mayli. Xullas men nima demoqchiman aka? Sizni bog'ingizda bir gulingiz bor ekan. Ha, bizni uyimizda bulbul deyolmayman, shu munchichamiz bor. Assalomu alaykum. Ke qizim. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Yashang. Bu bog'ingizdagi gulingizmi shu? Ha, qizim. Voy, aylanib ketiyor. Asal qizim. Choy ichmasdimi? Bunaqa qanaqa choy bu qizim? Ha, Ko'k choy. Ko'k choy. shu ko'k choy. Choy deb yuribsizlar. Shunaqa choy ichamiz. Mayli. Cho'ringlar. Yaxshi qilinglar. Mayli. Bora Bora qo'yinglar. qizim. Takishda men nima demoqchiman? Sizni bog'ingizda mana ko'rdik. Gulingiz bor ekan. Shu gulingizga shu muchichamizni bundoq qilib qo'shib qo'ysak demoqchi edim. Sovchi bo'lib keldik, sovchi. Sovchi deng. Agar mayli desangiz, Mercedes zavodimni qizingizni nomiga o'tkazib qo'yaman. Men u qarab qolgansiz demoqchi emasman. O'tkazib yuboraman shunda. 4 ta zavodlarim. Bittasi Germaniyada, bittasi Keniyada, bittasi Zimbabveda, bittasi Qoraqalpog'istonda. Nikoh Mayli qayerda desangiz bo'ladi? aka. Nikohi Yakkasaroy yo Farovonda yo. Menga qarang. New Yorkka Manhattanida Joy Zaza degan italyanskiy restorani bor. 50 mingta odam chaqiramiz, unaqa ko'p kerak emas unaqa. 50 mingta yetadi. Eric Clapton bo'ladi dejur, Michael Bolton bo'ladi dejur. Kelgan u juda populyarniy bola bor. Haligi Mr. Sirmidi? Janob Russell Crowe Q. Qoraqalpog'istonda. Aynan o'sha yigit. Ana o'shani mehmon qilib o'tkazib qo'yamiz. Ashula aytmasin shu bola. O'tkazib qo'yamiz. Mehmon qilib taxtga o'tkazib qo'yamiz. Qalay, yaxshimi? Bunaqada nima qilamiz? Rozimisiz? Ha? Qiziq odam. Nimasini endi? Demak, rozisiz, tushundim. Ilohi amin. Qani to'ylar muborak bo'lsin, 2 yosh baxtli bo'lsin. Allohu akbar. Sog' bo'ling.